Brat, men ko'tkalaringizdan 10 tadan tez qilib bering. Go'shtli klient turibdi, pulni ertaroq qilib beraman. Bo'l, bolalarga teng qilib bersin. Bo'l, hadi shu. Ya, assalomu alaykum, birodar. Omonsiz? Mana kechagina omonati. Faqat mol klientga yoqibdi, kattaroq ob'yomda olaman deb 60-70 ta kerak yerda. Chiqadimi skladda? Naqd bo'lsa chiqazib beramiz. Bo'ldi aka. Bo'ldi, skladdan qarab oringlar shunda, olib berishadi. Bo'ldi, rahmat. Sevsam sevarim va Zolotoy klient shovali ishoni 4 barobar ko'p so'rayapti. Pulini bir haftada ishtirsan deyman, nima deysiz? 4 barobar bo'ladigan bo'lsa, bosish kerak. Bunaqa payt. Ketdi, Sotqani qilish kerak. Skladda oching. Telefoni ham o'chirilgan. Bir haftadan beri yo'q, pulni beraman degan. Voy. Bozordagilarni ham chirib tashabdi-yu bu. Shuncha tovar, shuncha pul. Siz ham xuddi shunaqa holatga tushib, aldanib qolmayman deydigan bo'lsangiz, hisob ilovasidan foydalaning. Sababi hisob orqali tuzilgan shartnoma sudda tan olinadi. Ushbu ilovamiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.